26-iyun Xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni. Giyohvandlik bugun alohida shaxs yoki oilaning muammosi emas. U butun dunyo bo'ylab millionlab insonlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan global tahdidga aylandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili 100 minglab odamlar narkotiklar bilan bog'liq oqibatlar tufayli hayotdan ko'z yumadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, giyohvandlik nafaqat sog'liqni saqlash, balki milliy xavfsizlik masalasidir. Chunki narkotiklarning noqonuniy savdosi uyushgan jinoyatchilik, korrupsiya va zo'ravonlikning kuchayishiga ham sabab bo'ladi. O'zbekistonda ushbu tahdidga qarshi tizimli choralar ko'rilmoqda. Bu borada Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazining narkotiklarni nazorat qilish qo'mitasi muhim o'rin tutadi. Qo'mita giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarning noqonuniy muomalasini nazorat qiladi. Litsenziya talablari bajarilishini monitoring qilib boradi hamda zamonaviy elektron tizimlar orqali ularning harakatini kuzatadi. Bu esa noqonuniy aylanmaning oldini olish va ichki bozor xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Giyohvandlik transmilliy xarakterga ega bo'lgani bois unga qarshi kurash xalqaro hamkorlikni ham talab etadi. Shu maqsadda qo'mita Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli konvensiyalari doirasida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, global axborot almashinuvida faol ishtirok etmoqda. Bugungi kunda giyohvandlikka qarshi kurash sog'lom avlod, xavfsiz jamiyat va barqaror kelajakni ta'minlashning eng muhim shartlaridan biri bo'lib qolmoqda.